Вообще yoqmayapti, umuman yoqmayapti. Nima yoqmayapti aka? Nima qilmoqchisiz? Ey, Yoqmayapti umuman. Qanaqa? Unaqa qilmang aka, nima yoqmay? Yoqvormang a, yoqmang. Yoqmay jon aka, iltimos aka, nima bo'lyapti? To'xtang, tinchlaning aka, tinchlaning, o'chirib bering, keyin gaplashamiz. O'chirib bering aka, iltimos, o'chirib bering shuni, iltimos. Voy. Aka nima yoqmayapti? Hayolim yoqmayapti, ukam, hayolim yoqmayapti. Miyamdagi o'y yoqmayapti. Shunga mashinani yoqib kerak emas. Nima bo'lyapti? Bu mashinani tuning qilaymi yoki bo'lmasam zavod holatiga qaytaraymi? Shuni o'ylab diqqatman. Shunga shuncha muammomiz zavodda aka, zavod qilish kerak buni. Oppoqmi, ko'kmi? Zavod ham yaxshi, zavod ham, lekin tuningga yetmaydi. Buni diskalarni chiqarib, mashinalarga spoilerlar hammasini ideal qilib, pnevmalar qo'yib, mashinani cho'ktirib tuning qilgan ma'qulmi yoki zavod qilgan ma'qulmi? O'ylanmang, bo'ldi. O'ylanmang aka, siz kommentariyada aniq qilaylik, kommentariyada, davay. Akalar, kommentariyaga yozinglar. Tuning holatmi yoki bo'lmasa zavod holatmi? Shuni kommentariyaga yozib ketinglar. Bo'ldi, davaychi, meni obunani ham bosishadi. Jigarlar bitta podpishka qilaylik. Bu mashinani O'zbekistonda yagona qilamiz. Obuna bosib, podpishka qilib, like'larni ayamay turasizlar, repost qilib, xudo xolasa buni ideal holatda tuning yoki zavod holatiga qaytaramiz. Gap yo'q, jichcha qoldi, mashina yonib ketadi, qaranglar. Ozgina qoldi ya.